Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Darkos MC va men bugun sizlarga Antraliya serveriga obzor qilib beraman. Va video boshlanishidan sizlarga bitta iltimos, obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. 300 ta bo'lishimizga juda ham oz qoldi va siz bunga hissa qo'shardingiz. Avvalambor rahmat, qani boshlaymiz. Birinchi olib ko'rsatadigan narsa bu duellar. Bu yerda reyting bilan duel o'ynasanglar bo'ladi. Reytingsiz va bot bilan duel qilsanglar bo'ladi. Biz reytingsiz o'ynaymiz. Bu yerda ham komandangiz bilan o'ynasangiz bo'ladi, lekin menda komanda yo'q, shuning uchun bitta o'zim o'ynayman. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda juda ham ko'p o'yinlar bor. Shuning uchun men o'zimga yoqqan top 3 ta o'yinni o'ynab beraman. Va birinchi olib o'ynaydigan o'yinimiz bu Bet Fight bo'ladi. Ela fica bolada quando ela saca as amigas. Porque quando fica Va mana birinchi o'yinimizni ham tugatib oldik. Endi ikkinchi o'yinimizga o'tamiz. Ikkinchi topda joylashgan o'yin bu Fireball Fight bo'ladi. Bu ham Bet Fightga o'xshagan o'yin, lekin ozgincha ajralib turadi Bet Fightdan. Hammasini o'zingiz o'yinda ko'rib olasiz va biz boshladik. Santo, solta putaria, porra. Esse é o MC Santos, fita barulhando tudo. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece. Ela pode na 17, pode na 17. Ela pode na 17. Va mana ikkinchi o'yinni ham tugatib oldik. Endi uchinchi o'yinni boshlaymiz. Top 3 ta joylashgan o'yin bu sumo deb ataladi va bu yerda odamlar bir-birini doirachadan chiqarib yuborishlari kerak. Va bu o'yinni TikTok va YouTube shortslarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu o'yin juda ham ko'p odamlarga yoqadi, shuning uchun shunchalik mashhur bo'lib ketgan. Va biz ham kutishimiz kerak odam paydo bo'lmagunicha. O
mana o'yinga ham kirib ketdi va men bu odamni doiradan tushirib yuborishga harakat qilaman. U ham meni tushirib yuborishga harakat qiladi va menimcha tushirib yuboradi ham. Va mana tushirib yubordi. Mayli, bir marta yutkazdik, keyingi safar yutamiz. Va keyingi ko'rsatadigan narsam bu arenalar bo'ladi. Arena nima deysizmi? Bunda ko'p odamlar bir-birini urib, xohlagan odamlarning o'yiniga qo'shilishi mumkin. Bu yerda ham ko'p arenalar bor va men Build arenasiga kirdim va bu yerda ham ko'rib turibsiz, ko'p odamlar bor. Ham ikkita bo'lib bitta odamni urish ham mumkin, narsalar qo'yish ham mumkin. Va mana shunaqa arena. Men odam o'ldirishga harakat qilyapman, lekin ular meni o'ldirishga harakat qilyapti va o'ldirishdi ham. Va mayli, ikkinchi arenani ko'rsatadigan bo'lsam, bu juda ham mashhur arena bo'lib, uning nomi Sumo arena deb ataladi. Bu yerda ham kichkina sumoga o'xshab doiradan chiqarib yuborish kerak odamni, lekin bu yerning doirasi juda ham katta. Shuning uchun qiyin bo'ladi men tushirib yuborish. Lekin pro odamlar tushirib yuborishi mumkin meni. Va mana men pro odam bilan o'ynayapman. Hatto kombo ham qila olmadim va bu sumo arenasida mana bunaqa kichkina orolchalar bor. Kichkina sumodan farqi yo'q. Lekin bu yerda odam tushirib yuborish juda ham oson. Shuning uchun men ham tushib ketdim. Va arenada juda ham ko'p narsalar bor, o'yinlar bor. Xo'p, keyingi bo'lib ko'rsatadigan narsam bu redaktor bo'ladi. Redaktor nima deysizmi? Bu har xil o'yinlardagi narsalarning joyini almashtirishingiz mumkin va o'zingizga qulay joyga qo'yishingiz mumkin. Hozir ko'rsatib beraman. Masalan, Betfightni ezdingiz, to'g'rimi? Endi Betfight o'yinida xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin va o'yinning ichida xuddi o'sha joyda turgan bo'ladi. Menki mana bunaqa. Va xohlaganimcha o'zgartirsam bo'ladi hozir, xohishimga qarab. Va bu yerda saqlash, chiqarish va o'chirib yuborish tugmachalar bor. Men albatta chiqaman, chunki menda saqlanib bo'lgan Sabitiya. Bu nima deysizmi? Bu turnir. Bu turnirda ko'p odam qatnashadi va bu turnirdan yutib nimadir olishingiz mumkin. Xo'p, keyingi bo'lib ko'rsatadigan narsam bu nastroyka. Bu yerda donatorlar uchun va bu yerdagi hech nimani tushuntira olmayman, chunki bu donatorlar uchun. Va bu yerda profil. Profil nima deysizmi? Bu sizning profilingiz. Bu yerda qancha marta o'lganingiz, qancha marta o'ldirganingiz va qancha o'ynaganingizni ko'rsatib qo'yishgan. Va bu yerga kirib, qancha o'ynaganingizni va o'zingizni qanaqa o'ynaganingizni bilib olishingiz mumkin. Va shu oxirgi ko'rsatadigan narsam edi. Va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.